ayolingizni kimlar bilan nimalar bilan yotib yurganimizga ko'rsatib beraman degan. Qozog'istondagi ofisimizdagi bitta diler amaldor odamga telefon qilib qolgan, bilmagan o'zi amaldorligini-da. Telefon qilib, "Aka, mana shunaqa Amerikadan texnika olib kiramiz, короче, mana shunaqa narsani sizga ko'rsatib tanishtirib berishimiz kerak. Mana bu odam hurmatli nomeringizni berib, bu yoq aylantirgan." Keyin u amaldor ham, "Ukam menga ko'pchilik telefon qiladi, kerak emas, o'chirib tashlab, u yoq qattiqroq gapirgan. Ozgina qattiqroq gapirib qo'ygan. Ani bolani ham jahli chiqib turib, "Aka" degan, "Короче, agar men sizni uyingizga borib shu texnikani ko'rsatib berishimga ruxsat bersangiz, ayolingizni kimlar bilan nimalar bilan yotib yurganimizga ko'rsatib beraman" degan. Ana odam shunday o'xshagan, "Bo'ldi, davay. Uka, men bunaqa vaqtda uyimga kelasan, shu uyda bo'laman" deganda, keyin o'sha paytga chaqirgan. Spalniyaga olib kirgan. Spalniyaga olib kirib turib, sразу vibroshyotkani qo'shganda matras tozalagan. Tozalab turib, shunday olib chiqqan balchiq, ani piloklesh bakteriyalarni tushuntirgan ko'rsatganda, "Aka, shuncha piloklesh bakteriya bilan yotibdilar kenoyam. Неужели shulardan siz rashk qilmasangiz kenoyimni" degan yedirgan. Olgan odam, ishonasizmi? Bir klient o'zida muammo yo'q deb turgan joyda o'sha muammoni uyg'otib turib, o'sha muammoning yechimini bera oladigan inson haqiqiy sotuvchi.